Ramazonning oxirgi 10 kunlarining tog' kechalaridan qidiringlar dedilar. O'tirib, maza qilib, ibodatlar qilib, 1000 ta qazongizni o'qing, qancha savobga qolib ketasiz. 100 ming marta Allohni zikr qiling, tasbih ayting. Jamoat bo'lib 3-4 ta kishi bo'lib turib oilangiz bilan nafl ibodatlarini qiling. Ayollaringizga namoz o'qib bering. Ahlingizga ibodatni o'rgatib bering. Yaxshi savob olib bering. Bolam, men bugun Qadr kechasi. Qadrga ilinib qoladigan bo'lsangiz, 1000 oylik savobni qilgan bo'lasiz. 1000 oyliga bolangizga qilyapsiz yana. Zakotni chiqarmagan bo'lsangiz, zakotni chiqaring. Xuddi 1000 oy zakot chiqargan savobiga erishasiz. Tag'in noto'g'ri tushunib qolmanglar. Bu yog'iga endi Qadr kechasi berib qo'ydim. Bu yog'i urra emas, aziz birodarlar. Savobiga erishiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohga qasamki, Ramazon oyida 1000 oydan afzalroq bir kecha bor. Kim undan foydalanib qolmasa, shubhasiz juda ko'p narsadan mahrum bo'libdi dedilar. Kim undan foydalanib qolmasa, shubhasiz ko'p narsadan u mahrum bo'libdi dedilar. Imom Ahmad qilgan rivoyatlarida. Az birodarlar, uyingizga borguncha 11, 12, 1 azgina o'tirasiz, tasbih o'qiring. Aytganimdek, nafl namozlaringizni o'qing. Eng yaxshisi qazongiz bo'lsa, qazongizni o'qing. Necha rakat bo'lsa ham. O'tiring, yaxshi suhbatlar qiling. Uydalangiz bilan amr ma'ruf qilib bering. Qur'on eshiting, yaxshi ibodatlarni qiling. Bolangizdan bir chiroyli suralarni so'rab oling. Mana imkoniyat tug'ildi. Ha, nechta sura yodlading bugun? O'qib berding. Ha, Qadr kechasi ekan, o'tib chiqishim kerak ekan deb tars televizorni yoqib olib, televizorda gol emas. Yoki bo'lmasa, serialni, kinoni qo'yib olib, ha bo'ldi, men Qadrni kutib oldim. U bo'lmaydi unday, aziz birodarlar. Bir kecha telefonni ham o'chiring. Televizorni ham o'chiring. Hamma narsangizni o'chiringda, qalbingizga quloq soling. Qalbingiz nima deyapti? Qalbingiz Alloh deyaptimi yo'qmi? Qalbingiz kimni gapiryapti? Ko'pincha nima demoqda qalbingiz? Qalbingizga quloq soling. Bir kecha quloq soling, bir kecha. Mana Rasul sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, shunday bir afzal kecha bor. Agar qolib ketsang afsuslanasan deyaptilar. Qolib ketma. Bu kechani qoldirib yuborma. Keyin afsuslanib yurasan deyaptilar. Haqiqatda afsuslanamiz aziz birodarlar. O'tgan yilgi Qadrni topa olamizmi? Yo'q, topa olmaymiz. Bu yilgi Qadrni topa olamizmi? Topa olmaymiz. Bugungi kundagi ro'zani savobini ro'za o'tgandan topa olamizmi? Topa olmaymiz. Ro'zadan keyin million rakat nafl o'qiylik, bu oydagi nafl ibodatini bermaydi hech qachon. Bu oydagi ro'zani savobini ro'za o'tgandan keyin ro'za tuting, unaqa savob topa olmaysiz. Chunki bu oyda savobini Alloh maqtadi va men beraman dedi. Buni topib bo'lmaydigan kunlarda o'tiribmiz. Topib bo'lmaydigan kechalarda yaqinlashyapti. Topaylik, savobidan bahramand bo'laylik aziz birodarlar. Qadr kechasi. Qadr deb nomlandi. Qadr degani o'zi nima degani? Qadr kechasi deyiladi. Qadr nima ma'noni anglatadi degan bo'lsak, ulamolarning bir necha so'zlari bor. Shulardan men eng asosiy 3 tasini aytamanki, toyinki bu kechani qanday kecha ekanligi shundan o'zi ma'lum bo'lsa, kifoya qiladi inshaalloh. Birinchisi qadr, qadrli kecha degani. Ya'ni qadri baland, sha'ni ulug', muqaddas kecha degani. Qadr o'zbekchada ham bor, masalan, qadrli degani. Xuddi shu ma'no shu Laylatul Qadr ma'nosida mujassam. Ushbu kecha qadrli kecha. Nega? Chunki bu kechada Qur'on nozil bo'lgan. Bu kechada Qur'on nozil bo'lgan. Alloh taborak va taolo bu kechani Layla mubaraka deb atagan. Qur'onning boshqa oyatida muborak kecha degan. Ya'ni bu oyatda mana Qadr surasi deb boshlangan, Qadr surasi deb atalgan suraning boshi inna anzalnahu fi laylatil qadr bo'lsa, biz Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik deyilgan bo'lsa, boshqa oyatda inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, biz uni muborak kechada nozil qildik degan. Demak, qadrli kecha, qadri buyuk kecha, muborak kecha degani bu. Ana qadri nima uchun ulug'? Qadri shunchalik ulug'ki, ushbu kunda, ushbu tunda Qur'oni Karim nozil qilingan. Qur'oni Karim Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga nozil qilib qo'yilgan. Ana shu kechada, Qadr kechasida va 23 yil mobaynida shu joydan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga Jabroil alayhissalom orqali yetib kelgan. Ya'ni Qur'on
nozil bo'lgan kecha. Allohning kalomi Qur'on bu. Qur'on muqaddas bir kalom. Qur'on bu Alloh taoloning o'zidagi sifat bu. Faqat bizga biz tushunishimiz uchun Jabroil alayhisalomga yetkazgan. Jabroil alayhisalom arabchada payg'ambarimizga yetkazgan. Bu o'qiyotganlarimiz, eshitayotganlarimiz, tilovat qilinayotgan harflar, tovushlar bu biz tushunishimiz uchun. Asli buni aslini oladigan bo'lsak, Allohning o'zidagi sifat bu. Shunaqa muqaddas narsa aslida Allohning kalomi. Allohning so'zi bu. Allohning ilmi bu. Mana shu Qur'on ulug' bo'lgani uchun Qur'on nimagaki bog'liq bo'lsa, hammasi ulug' bo'lib ketgan. Eng ulug' zot kim? Dunyoda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Nimaga? U kishiga eng ulug' kalom, eng ulug' narsa Qur'on nozil qilindi. Eng ulug' farishta kim? Qaysi farishta? Jabroil alayhisalom. Nimaga Qur'onni olib keladi? Va endi eng ulug' kecha qaysi kecha? Qadr kechasi. Nega? Qur'on tushdi bunda. Qur'onga bog'langani uchun ulug' bo'lib ketdi. Har narsaki ulug' narsaga aloqasi bo'lsa, ulug'lanib ketadi, sharaflanib ketadi. Ushbu kechani sharafi, ulug'ligining bir sababi Qur'on nozil bo'lgan kecha. Qadrni yana bir ma'nosi qadr, miqdordan chiqqan, miqdor, o'lchov degani. Ushbu kechada 1 yillik o'lchovlar hal qilinadi. Bugun mana shu kechada bu tunda ibodat qilib Allohdan duo qilsa inshaalloh 1 yillik hayotini Alloh taborak va taolo o'lchovlarini o'zi so'ragandek qilib go'zal qilib beradi inshaalloh. Rizq deymizmi, umrdagi boshqa bir narsalar deymizmi, ilm, nimaiki bandaga beriladigan bo'lsa, o'lchab beriladigan bo'lsa, shu o'lchab beriladigan narsalar hal qilinadigan kun bo'lgani uchun qadr kechasi ham deyiladi. Qadr kechasi, ya'ni miqdorlar, o'lchovlar belgilab qo'yiladigan kecha degani. Yana bir ma'nosi qadr degani qadr tor degan ma'noda keladi. Ziq tor degani. Mana Qur'oni Karimda aytadi, yarzuqu man yashau va yaqdir deb keladi-da. Alloh taborak va taolo xohlagan kimsasiga rizqini keng qiladi. Va yaqdir degani xohlaganiga tor qilib qo'yadi degani. Qadrda tor ma'nosi ham bor. Bu kecha yer farishtalar shunaqa ko'p yerga tushganidan yer torayib ketar ekan. Yer yuzida yurish qiyin bo'lib qolar ekan. U bizga bilinmaydi, u farishtalarning o'zlariga hatto bilinadiki, yer yuzi farishta o'ta ko'p tushganidan ushbu kechada torlik qilib qolar ekan. Tanazzalul malaika deb keladi. Tanazzalul malaika. Ha, bu demak qadrning 3 ta ma'nosi. Ko'ryapsizmi? Har ma'nosida katta-katta ma'nolar mujassam. Qadr buyuk kechaligi. Qadr bu bugun inshaalloh o'lchovlar hal qilinadigan kun va qadr shunchaki osmondan farishtalar tushadigan kun. Qadr kechasining boshqa nomlari ham bor. Boshqa nomlarini ham keltiradi ulamo ikromlar. Qadr kechasining bir nomi Laylatul Xayr. Siz aytganingizdek, Laylatul Xayri, Laylatul Qadri xayrun min alfi shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. 1000 oy degani 83 yil, 84 yilga yaqin yilni tashkil qiladi. Bu nima degani desa, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahoba ikromlarga oldingi millatlarda, oldingi qavmlarda o'tgan odamlarning holatlarini aytib berardilar. Allohning vahiysi bilan ular uzun umr kechirishgan, uzoq yillar yashashgan. 1000 yillar yashagan odamlarni aytib berdilar. 1000 oylar yashagan odamlarni aytib beradilar. Bir insonni aytdilarki, bir inson bo'lgan ekan. 1000 oy Xudoning yo'lida yurgan ekan. Faqat Allohning yo'lida ibodat, zikr, Allohning yo'liga chaqirish shunaqa bilan o'tgan ekan deganlarida sahoba ikromlarni yuzlarida bir mahzunlik paydo bo'ldiki, ular shunaqa odamlar bo'lsa, biz 50 yil, 60 yil, 70 yil, 80 yil zo'rg'a yashasak, shunda ham uni qancha qismi uyquga ketadi, qancha qismi ovqatlanishga, qancha ibodat qismi juda oz qoladi-da. 83 yil ni hisoblasa aytishadiki, 83 yilni hisoblansa, faqat ibodatga ajratgan vaqtingiz 5 yilni tashkil qilar ekan xolos. 5 yil. Qolgani faqat o'zimiz ehtiyojlarimiz uchun ishlar ekan. Farzni bajarish, ibodat, 5 vaqt namoz, roza, boshqalarni hisoblab chiqqanda 5 yil ketar ekan. Ha, u 84 yilni, salkam 84 yilni faqat ibodat bilan o'tkazgan. Shunda sahobalar ozgina bir qayg'u, ya'ni mahzunlik bir holatiga tushdilarki, biz qisqa yashaymiz, shunaqa odamlar o'tgan ekanda,
Biz qanday qilib ularning maqomiga yetishimiz mumkin deganda shu oyatlar nozil bo'ldi. Qadr kechasini Alloh sizlarga berdi. Qadr kechasi sizlar nimaligini bilmaysizlar. Men sizlarga xabarini bermasam, uni qanday ulug' kechaligini bilmaysizlar deydi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatul qadr xayrun min va ma adraka ma laylatul qadr. Davomida va ma adraka ma laylatul qadr. Qadr nimaligini, qadr kechasi qanday kecha ekanligini sizlarga kim o'rgatardi? Men o'rgatmasam. Kim bildiradi? Men bildirmasam. Nima bildiradi sizlarga? Men Qur'onim orqali bildirmasam deyapti Alloh taolo. U kecha shunday kechaki 1000 oydan yaxshiroqdir. Ya'ni siz ummati Muhammadga bir kecha berildi. Siz xafa bo'lmang, qayg'uga tushmang, mahzun bo'lmang. U 83 yil, 84 yil faqat ibodatda o'tkazgan bo'lsa, siz bir kechani sizlarga beraman. U shunaqa muqaddas kechaki, Qur'on nozil bo'lgan kecha. Shu kechada siz ibodat bilan o'tkazing, bedor bo'lib o'tkazing. Siz o'sha 1000 oy ibodat qilganning savobini olasiz. Nafaqat olasiz, shunga teng bo'lib, balki xayr undan yaxshiroq bo'lasiz. Bu yerda teng deyilmaydi, yaxshiroq deyiladi. Laylatul qadr xayrun min alfi shahr. 1000 oydan yaxshiroqdir. Ko'p odam tushunadiki, shunga teng kelar ekan deb. Yo'q, teng kelmaydi. Ko'p. U ibodatingizga qarab ko'payib boradi. 1000 oydan u 1000 oy eng kami. Undan yaxshi degandan keyin Alloh taolo siz ixlos, muhabbatingiz, shu kunda qilgan harakatingiz, zikr, tasbihingiz, qilgan ibodatingizga qarab 1000 oy 10,000 oydan ham yaxshi qilib berish mumkin Alloh taolo. Ixlosga qarab, ha? Ixlosga qarab. Bu yerda yaxshiroqdir deyapti. Xudo yaxshi degandan keyin chegarasi bo'lmaydi Xudoning yaxshiligini. Alloh beradigan ajrni birov chegarasini mana bu joydan deb chegaralab bera olmaydi. Shuning uchun shundan yaxshiroqdir. Sizlar xafa bo'lmanglar, ummati Muhammad. Mana shu bir kecha bor, sizlarning kechanglar bor. Ular 1000 yillab yashasin, 1000 oylab ibodat qilsin. Lekin siz bir kecha ibodat qiling, 1000 oydan ko'ra yaxshiroq ajrni topasiz. Endi inson hayoti davomida bunaqa Laylatul Qadrdan 50 yilini, 60 yilini va hokozasini ko'radi. Endi buni hammasini 1000 oyga ko'paytirsangiz, demak, o'tmishda o'tgan biror bir ummat, biror bir qavm, butun insoniyatga berilmagan bunaqa ajr savoblar, ha, albatta. Yana bir kechasi bu Laylatul G'ufron deyiladi. Mag'firat qilinadigan kecha. Bandalarni Xudo kechiradigan kecha. Nega? Buni hadisdan olingan, hadisda aytilgan. Kim Qadr kechasini qoyim bo'lib bedor o'tkazsa, uni motaqaddama, ya'ni o'tgan gunohlarni hammasi mag'firat qilinadi deyilgan. Demak, mag'firat kechasi bugun. Bu shunaqa ulug' kechaki, Ramazon qanchalik ulug'ligi yana ziyoda bo'ladigan kecha shu. Xudoning fazli yana ham jo'shadigan kechaki, Ramazonni boshidan har kecha iftor vaqtida kech tushishiga qanchadan qancha insonlarni Alloh do'zaxdan ozod qiladi. Do'zaxdan ozod qiladi. Qadr kechasida shu qancha ozod qilgan bo'lsa, bir kechani o'zida shunchasini ozod qiladi. 27 kun ozod bo'lib keldi. Shuncha ozod bo'lganini hammasini bir kunda bo'ladi endi, ozod qilinadi. Bu mag'firat kechasi. Shunaqa bir mag'firat kechasi ekanligi bizga juda ham zarurda. Juda ham zarur. Chunki bizga eng zarur narsa Xudoning mag'firati. Biz gunohkor bandamiz. Gunohimizni Alloh yuvib turmasa, afu qilib turmasa juda ham qiyin bo'ladi. Juda ham qiyin bo'ladi. Shunday kechalarda Allohdan so'rab gunohlarimizni yuvib turamiz. Qalbimizni poklab turamizki, toyinki gunohlar bizni bosib, qalbimizni qoraytirib, qalbimizda zarra bir nuqtacha ham yaxshilik qoldirmaydigan darajaga olib ketadi agar qo'yib bersa. Xudo shunaqa fazl, marhamat qilib shunday kechalarni, shunday narsalarni berib turmasa, bizni ahvolimizga juda qiyin bo'ladi. Bu bizga Robbimizni bir sevgisini, bizni yaxshi ko'rganligini, yaxshi ko'rishni bir alomat desak bo'ladi. Chunki Alloh taolo vadud, bandalarni yaxshi ko'radi, bandalarni do'st tutadi. Bandalarni yaxshi ko'rganidan, do'st tutganidan har yili imkoniyatlar beraveradi. Yil aylanaveradi, imkoniyatlar beraveradi. Toki bandalarim gunohidan forig' bo'lsin, yaxshilik sari qadam bossin deb turib. Demak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hali Ramazon kirmasdan oldin bu kechani shunaqa bir ta'riflab aytganlar. Ramazonni ta'riflab borib, Ramazonni fazilatiga oid narsalar qatorida Qadr kechasini ham sanab o'tganlarki, unda bir kecha bor deganlar. Unda yaxshilik, uni topgan odam ko'p yaxshilikni topdi. Kim lekin undan mahrum bo'lsa, ko'p narsadan mahrum bo'ldi deganlar. Hamma yaxshilikdan mahrum bo'ldi deganlar.
mahrum odamlargina u kechani nima qiladi? Mahrumiyatda u kechani beparvolikda o'tkazadi dedilar. Endi bu yerda bitta narsa bor. Qadr kechasini aytdik. Izlanglar deyilgan, ko'proq shu kunda deb umid qilamiz. Lekin Qadr kechasini shu kechalardan biriga yashirib qo'yganligini ham bir katta hikmatlari bor ekanda. Bu shu kechani ulug'ligiga dalolat qilar ekan, yashirib qo'yilganligi. Ochiq oydin emas, qimmatbaho narsalar yashirib qo'yiladi odatda. Uni izlab topiladi. Hamma biladigan, hamma ko'radigan, hamma ko'rib turadigan, hamma bilib turadigan narsa qayerda-yu? Odamlar izlab borib, o'zlari izlab boradigan narsalar qayerda? O'zi odam zoti tabiati shuku, sirliroq, gizliroq narsalarga ko'proq ishqiboz bo'ladi. Va qimmatbaho narsa hech qachon ko'chaga tashlab qo'yilmaydi. Qimmatbaho narsa tashlab qo'yilmaydi, hammani qo'li yetadigan qilib. Qimmatbaho narsani izlaysiz, topasiz, harakat qilasiz. Shuning uchun ham bitta yashiringanning hikmati shu. Yana bir hikmati shuki, ko'proq ibodatda o'tkazsin bandalar. Mana tog' kechalarini o'tkazinglar ibodatda deyilyapti. To'yinki u bir kecha qadr kechasi, lekin siz qadrni izlayman deb bir necha kechaga foyda qilyapsiz-da. Bir necha kecha ajrga ega bo'lyapsiz. Bu Ramazon kechalarini ajr savobini bu aytib nihoyasiga yetkazib bo'lmaydi. O'zi bor yo'g'i 5 ta kecha. O'sha oxirgi 10 kunlikdagi tog' kecha o'zi 5 ta kechadan iborat. Ha. Yana bir yashirilgan hikmati bunda biz uni yana ham ulug'ligini bilamizki, mana shu qadr kechasini ma'lum qilib qo'yilsa, buni g'animat bilib uni qadriga yetadiganlar bo'lardi. Va buni yana ham o'sha bilinsa ham, ma'lum bo'lsa ham beparvolik bilan o'tkazadigan bo'lardi. Shunaqa odamlar chiqib qoladi-da. Bu kechaning ulug'ligi shunaqa ekanki, Xudoning nazdida. Shu kechani aniq shu kecha ekanligini bilib turib ham beparvo bo'lib o'sha kuni gunoh qilsa, u abadiy halokatga mahkum bo'lib ketar ekanda inson. Tushuntira oldimmi? Men hozir gunoh qilsam, ma'lum ma'noda yashiringan. Xudo kechirishi mumkin. Bilmayapti-da bandam deb. Lekin aniq bo'lib tursa-yu, o'sha qadr kechasi ham, qadr kechasini hurmatini qilmasdan aniq bo'lganda ham, bugun shu qadr kechasi deb turib, bilib turib gunoh qilganda banda, u banda endi abadiy halokatga mahkum, Xudoning g'azabiga duchor bo'lib ketardi ekan. Shuning uchun ham yashiringan ekanki, gunohkor bandalarga Xudoning bir marhamati ekan, ozgina bo'lsa ham bu. Bandalarim abadiy do'zaxga mahkum bo'lib ketmasin. Bu yil topolmagan bo'lsa, keyingi yil harakat qilar. Bu yil beparvo bo'lgan bo'lsa, keyingi yil topishga harakat qilar. Bu imkoniyat insonning umrining oxirigacha. Lekin bu degani hali umrim bor degani, hali qariganimda topaman deyish kerak emas, chunki inson ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Kimlardir hammamiz umrimiz uzoq bo'lsin, ko'rib turganlar hammamiz yaqinlarimiz bilan. Lekin baribir Allohning taqdiri qanchadir odam uchun bu yilgi Ramazon, bu yilgi oxirgi Ramazonda baribir. Bu Allohning taqdiridagi narsa. Shuning uchun g'animat bilishga harakat qilishimiz kerak. Buni chiroyli holatda o'tkazishga harakat qilishimiz kerak. Endi banda shu kungacha ibodat qildik. Ramazon kirgan boshidan qo'ldan kelgancha qildik. Lekin bitta narsa borki, Ramazon bizga mehmon, ro'za bizga mehmonda. Alloh taolo yubordi. Buni qadriga yetib, ibodat deb bilib ro'zani yaxshi kuzatib borsak, qiyomatda bizni shafoat qiladi. Masalan, bir katta bir muassasadan, rahbar tashkilotdan bir vakil yuborilsa, chiroyli qilib kuzatasizki, to'yinki o'sha rahbarga borganda yaxshi kuzatdi mana desin deb. Beparvo bo'lsangiz, bizga beparvo bo'ldi desa, u nima bo'ladi? Sizga nisbatan rahbarimni fikri o'zgarmasin deb turib, yaxshiroq qarashga harakat qilasizda. Ramazonning ro'zasi ham shunaqa, Ramazon ham shunaqa, Qur'on ham shunaqa. Dunyoda qadriga yeta olsak, qadrini bila olsak, qiyomatda bizni shafoat qiladi. Shafoat qiladi. Lekin mehmon ekan. Kimdir mehmonni yaxshi kutib olgan va orada beparvolik qilgan, kimdir yaxshi kutib ola olmagan. Ulamolarning bir so'zlari borki, endi Ramazonni kutishda beparvolik qilgan bo'lsangiz,
chiroyli kuzatish imkoniyatingiz bor hozir. Chiroyli kuzatib qoling, hech bo'lmasa shu ham inshaalloh Allohning fazliga yetkazadi. Kutib olganda beparvolik qilgan bo'lsak, shu kunlar turibdi, qadr kechalari, ro'za ozgina qoldi. Chiroyli kuzatib olish imkoniyatimiz bor. Endi domla o'sha chiroyli kuzatish deyapsiz. Mana endi Laylatul Qadr oxirgi kechalardan biri, bir necha kun, ya'ni taxminan bir 3 kun muddatimiz bor. O'sha kunlarda va aynan shu Qadr kechasida juda ko'plab odamlardan savollar ham kelyapti. Biz qanday amal qilsak, u Allohga mahbubroq. Biz qanday amallarda qilsak, boshqa amallardan ko'ra foydaliroq, manfaatliroq. Juda ko'pchilikka qiziq savol. Shuning uchun siz shu masalaga ham oydinlik kiritib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p. Albatta. Qadr kechasida ma'lum bir ibodatni Qur'on ham, hadis ham shunday qilinglar deb tayin qilmagan. Bu nima uchun? Qo'lingizdan nima yaxshilik kelsa qiling degani bu. Qanaqa ibodat qo'lingizdan kelsa qiling. Xayr va saxovat qo'lingizdan keladimi, qiling. Ehson qilish. Odamlar Qadr kechasida buni o'ylamaydi. Siz bir shu kuni bir faqir, bechora, yetimni ko'nglini olib xayr saxovat qiling. 1000 oy qilgandek bo'lasiz. Hamma narsaga bu. Faqat namozga, zikrga emas bu, har ibodatga. Shuning uchun shuncha ibodat qilasan, 100 rakat, 50 rakat degan joy yo'q. Qo'lingdan kelganicha qil. Qaysi bir ibodat tayin qilinmadi. Qo'lingdan ibodatni qaysi turi, qaysi navi kelsa qil degani bu. Lekin ba'zi narsalar borki, ba'zi narsalar shunga yordam beradiki, Qadr kechasini topishga. Shularni aytamiz. Birinchi o'rinda erkak kishilar xufton va bomdodni jamoatda o'qisinlar. Bu yordam beradi. Nega? Xuftonni jamoat bilan o'qiganlarga yarim kechani bedor o'tkazganda savob beriladi. Bomdodni jamoat bilan o'qiganlarga to'liq kechani. Bu yordam. Ikkala tarafni to'ldirib qo'ysin. Bomdod bilan xuftonni. Bu erkak kishilarimizga, mo'min musulmonlarga. Undan keyin tarovih namozida qatnashsin. Tarovihda qatnashsin. Nega? Tarovih namozi bu umumiy Ramazonni va'dasini ostiga kiradi-da. Kim Ramazonda qoyim bo'lib o'tkazsa deyiladi-yu, tungi bedorlik. O'sha Ramazonni tungi bedorlik ostiga kiradi. Tarovih namozi. Mana bu yil alhamdulillah butun mamlakatimizda bu tarixda bo'lmagan narsa bo'ldi. Butun mamlakat miqyosida. Oldin bir viloyatlar, shaharlar ko'lamida bo'lardi. Hozir biz eshityapmiz, dunyoni bironta davlatida bunaqa narsa yo'q deb eshityapmiz hozir. 27 kunlik har bir masjidimizda, qaysi bir masjidda ikki xatm o'qilayotgan bo'lsa, Qur'on xatm qilinayotgan bo'lsa, jami masjidlarimiz, boshqa masjidlarimizda 27 kun o'qildi va 27 kunda tugatilyapti. Bu kecha tugaydi. Bu kecha tugaydi. Bu Xudoning rahmati. Xudoning bir fazli marhamati bu. Oldinlari bunaqa narsa bo'lmagan. Har xil sanalarda tugardi. Har xil sanalarda tugardi. Tarovihda qatnashing. Ham bu Ramazonning umumiy fazilatini topasiz, bir oy ibodat qilgan, ham Qadr kechasidagi ibodatni boshlanishi bo'ladi bu. Inshaalloh shu 20 rakatingiz 1000 oy 20 rakat namoz o'qigan bilan teng bo'ladi. Bu bitta vazifa endi. Yana nima qilish kerak? Birinchi o'rinda tavbaga e'tibor qilish kerak. Tavbaga e'tibor qilish kerak, istig'for. Mana iftor boshlanyaptimi, ko'proq istig'for aytishni boshlash kerak. O'tgan gunohlarga tavba qilishni, sidqidildan Allohim kechir deb tavba qilishni boshlash kerak. Chunki bir qop misol keltiriladi. Qop bo'lsa, qop teshik bo'ladigan bo'lsa, qancha narsa solsangiz ham tushib ketib qoladi. Biz birinchi o'rinda qopni yamash bilan boshlashimiz kerak. Savob xaltamiz, savob qopimizni yamab qo'yish bilan boshlashimiz kerak. Yo'inki keyingi tunni davomida qilgan ishlarimiz qopimizga to'planishi uchun. Shuning uchun ulamolar birinchi o'rinda qiladigan ishingiz tavba bo'lsin deydi. Kechani boshlanishida tavba qiling. Gunohlaringizga istig'for ayting. To'yinki shunda qolgan amallar ham maqbul bo'lib ketadi-da. Xudoning rahmati, marhamati shunaqaki, bandaga ota-onadan ham mehribonroq. Siz olib kelib tavba qiling, amallaringizni ko'rsatishga urining. Xudo kechib oladi. Masalan, maktabga 1-sinf bolangiz boradi yo undan ham yoshroq bog'chaga boradi. Daftarga yozuvlar yozib keladi, qing'ir qiyshiq qilib yozib keladi. Yozib kelsa, u haligi rosa bir narsa ma'no yo'q bo'lsa ham,
nima qilasiz? Bolam shunchalik harakat qilibdi deb turib, tagiga xursand bo'lasizda, u tagiga 5 qo'yib berasiz. Mana 5 bolam deb turib. Tepasidagi 5 ga arzimasa ham nimaga? Harakatini ko'rib turibdi. Alloh taologa shu kunda biz o'zimizni bir tavbamizni ko'rsataylik, istig'forimizni qalbimizdan chin dildan Allohning bandasi ekanligini ko'rsataylik. Bizga otamiz, onamizdan ham mehribon bo'lgan zot. Mana bu ibodatlarimiz nuqsonli boshqa bo'lsa ham tagiga 5 qo'yib bergandaqa bu qabul qilib olish Allohning fazlidir. Shuning uchun birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? Tavba qilishimiz kerak. Istig'for bilan boshlashimiz kerak bu kechani. Ana shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytganlarda, Oysha Siddiqa onamiz so'raganlar, Qadr kechasini mabodo topib qoladigan bo'lsam, qaysi duoni qilay deganlarda, jannatni so'ra, do'zaxni so'ra, do'zaxdan panoh so'ra, falon narsa so'ra demadilarda, balki mana bu duoni qiling dedilar. Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Allohim, sen afusan. Afusan. Afu qilishni yaxshi ko'rasan. Meni afu qilgin deb so'rang dedilar. Afu nima? Afal asaru deydi arablar. Afal asar deydi. Iz o'chib ketdi degani. Masalan, bir joydan bir narsa o'tsa, izi qoladi. Keyinchalik shamol yo boshqa narsa bo'lib, sipirilib, haligi iz ko'rinmay ketsa, buni afu bo'lib ketdi deydi. Gunohingiz o'chib ketishligini afu deydi. Alloh taolo mag'firatli zot va afu qiluvchi zot. Mag'firat va afu nima farqi bor? Mag'firat kechirib yuborishni aytadi. Afu esa kechirishni ham yuqori darajasi. Hamma narsadan o'chirib tashlashni aytadi. Demak, shu nomayamonlardan ham o'chib ketadi-da. Ha, o'chib ketadi. Masalan, misol bu bir odam bir jinoyatda ayblandi deylik, dunyoni ishlarida, qonun qoidasida. Bir 5 yildan keyin ma'lum bo'ldiki, u o'sha jinoyatni qilmagan ekan. Sud yana nima qiladi? Uni oqlaydi. Oqlab bu odam kechirilsin. Bu qilmagan ekan desa, u mag'firat qilingan bo'ladi. Ha, bo'ldi, aybi yo'q ekan, jamiyatda yursa bo'ladi, toza odam ekan degani bo'ladi-da. Lekin sud buyruq chiqarsaki, buni xato ayblanibdi. Endi arxivlardan ham o'chirib tashlaylar buni jinoyat qilganini. Arxivlarda ham qolmasin. Birorta bir joyda qolmasin buni jinoyat qilgani. Chunki bu jinoyat qilmagan ekan, to'g'ri odam ekan desa, bu o'shani jinoyatini afu qilish bo'ladi. Ya'ni solishtirganda, endi arab tili xususiyatdan kelib solishtirsak, hozir afu degani bu shunaqa degani emas, lekin Alloh taoloning bandalariga nisbatan afu mag'firatini aytyapman-da. Demak, afu qilsa Alloh taolo bandalarni ziyodidan ham o'chiradi. Farishtalarni kitobidan ham o'chiradi. Hatto afu qilib Xudo marhamat qilsa, sizni o'zingizni zehningizdan ham o'chiradi, u gunohingiz jannatga kiritayotganda. Jannatga kiradi banda. Alloh hammamizni jannatga loyiq bandalardan qilsin. Jannatga kirganda bandani o'zini xotirasidan ham hatto uni gunohini o'chirib yuboradi deydi. Nimaga degan savol bor. Nimaga deyilsa, banda jannatga kirganda Alloh haq subhanahu va taolo unga tayyorlab qo'ygan mukofotlar, ne'matlarni ko'radi-yu. Ko'rganda Xudoni bunga bo'lgan marhamat fazlini, in'omini ko'rgan banda agar o'sha holatida Allohga qilgan gunohi esida tursa, esiga tushadigan bo'lsa, hijolatchilikdan o'zini yeb yuborishga to'g'ri keladi deydi. Ya'ni Xudo menga shuncha narsa tayyorlab qo'yibdi-yu, men gunoh qilgan ekanman deb turib, u lazzat totamaydi. O'zini o'zi yeb yuborishga to'g'ri keladi Allohning oldidagi hijolatchilikdan. Shuning uchun jannatga kirayotganda bandani hatto o'zini zehni, o'zini xotirasidan ham gunohini o'chirib yuboradi. Mana bu narsa Allohning afi bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom shuni so'ragin deyaptilar. Shunday bir duolar bilan, istig'forlar bilan, tavba bilan kirib boramiz Qadr kechasiga. To'yinki yuqorida aytganimizdek tavbamiz qabul bo'lsa, ana yaxshiliklar bizga endi to'lishni boshlaydi nomayamonimizga. Yana u kunda qilinadigan aytdik, turli ibodatlar, qoyim bo'lishni aytganlar payg'ambarimiz. Namoz qo'ldan kelgancha namoz o'qisin. Qo'lidan kelgancha bir nafil namozlar o'qisin, tahajjudlar o'qisin banda. Bu bitta ibodat.
Xo'p, charchadi, nima qilsin? O'tirib Qur'on tilovat qilsin. Qur'on Qadr kechasida Qur'on o'qish ham juda ham ahamiyatli ishlardan biri. Juda ham bir ajoyib bir vazifalardan biri. Nimaga? O'sha siz eslab o'tdingiz oyatda tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni robbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr deydi. Buni bir tafsiri shuki, shu kuni farishtalar osmondan nozil bo'ladi va ruh va Jabroil ham nozil bo'ladi. Jabroil alayhisalom payg'ambarimizga Qur'onni vahiysini tugatgandan keyin osmonga tushmaydilar. Illo Qur'on aytishi bo'yicha bir marta Qadr kechasida tushadilar. Qadr kechasida tushadi. Farishtalar tushadi. Farishtalar salom beradi. Quchoqlashib ko'rishadi bandalar bilan deydi. Tong otgungacha. Endi savol so'ragan ekanlar Jabroil alayhisalom, Qadr kechasi tushsalar qayerga boradilar degan savolni Jabir roziyallohu anhu so'ragan ekanlar payg'ambarimizdan. Shunda aytgan ekanlar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom, Jabroil alayhisalom tushib, u Qur'onni olib tushgan zot-u, Qur'onni izlab yuradi degan ekanlar. Qur'on o'qiyotgan, Qur'on o'qilayotgan makonlar, Qur'on tilovat qilinayotgan joylar, Qur'on tilovat qilayotgan insonlarni izlab yurar ekanlar. Ko'ryapsizmi Qur'on o'qishning ahamiyati bu kunda? Nafl ibodatlar qiling. Ana charchasiz shuncha o'qi demaydi birov. Charchasiz o'tirib Qur'on o'qing. Qur'on tilovatini qiling. Ana shoyatki Jabroil alayhisalom yoki boshqa bir farishtalar kelib quchoqlashib salom berib ketadi. Tong vaqtida deydi, farishtalar biz bilan ko'rishganini qayerdan bilamiz desa, ulamolar aytadilarki, tong sahar vaqtlarida insonni ajoyib bir yengil bir insonda bir yengil his paydo bo'ladi. Xuddiki mayin shabada badaningizga tegib o'tgandek bo'ladi. Yoqimli bir shabada. Ana shu his bilinsa, shu narsa topilsa, sizda bilingki, sizni farishtalar sizga salom berib siz bilan so'rashib ketyapti. Farishtalar siz bilan ko'rishib ketyapti. Ana shunga sabab bo'lishi nima bilan bo'lar ekan? Ko'proq Qur'on bilan bo'lar ekan, Qur'on tilovati bilan bo'lar ekan. Ana undan keyin bu kundagi eng asosiy narsalardan biri duo. Duo qilish kerak. Nimaga? Boshida aytganimizdek, qadr miqdorlar, o'lchovlar belgilanadigan kun. O'zingizni o'lchovingizni chiroyli qilib, yaxshi bo'lishini yil davomida go'zal bir rizq, barakali rizq, chiroyli hayot, yaxshi bir nasibalar Alloh taolodan so'rash kerak. Bu kechadan bir qiladigan ishimiz Alloh taolodan duo qilishimiz bo'ladi. Mana shunday ibodatlar bilan o'tkazamiz inshaalloh. Alloh taborak va taolo bizning gunohlarimizni kechiradi inshaalloh, umidimiz bo'ladi va 1000 oy qilingan ibodatlardan yaxshiroq ajrlarni bizga Alloh taolo o'zi beradi. Alloh taolo o'zi keng mag'firat va buyuk bir in'om sohibi bo'lgan zotdir. Hop. Yana bir ayol kishi so'rayaptilar. Hayz ko'rgan ayollar Qadr kechasini kutsa bo'ladimi? Albatta. Hayz ko'rgan ayollarga, ya'ni uzrli ayollarga namoz o'qish va Qur'on o'qish mumkin emas, chunki ular ulug' bir narsalar bo'lgani uchun. Zikr, tasbih, duo, mana shu narsalarni qilsalar bo'ladi. Mana subhanalloh va alhamdulillah zikrlar bor, tasbihlar bor, turli xil ajr va'da qilingan zikrlarimiz bor, aytadigan duolarimiz bor. Shularni aytsalar ham bo'ladi. Aytyapmiz, xayru saxovat qilsinlar deyapmiz. Yana bir narsa yuqoridagi nimada qolib ketibdi. Shu kuni bir kitobni olib kichikroqmi yoki o'rtacharoq shuni o'qib chiqaman deb qasd qilib o'qisalar ham bu ham bitta ilm ham katta ajrga ega qiladigan narsa. Shunaqa ayollarimiz shunaqa ilm olish uchun bir kitobni olsinlarda, siyratga oidmi boshqa tushunadigan kitoblarni olib o'qib chiqsalar, bu ham ular uchun qo'shimcha ajrlarga ega qiladi. Ilm olishning savobi ham cheksiz savoblarga insonni ega qiladi inshaalloh. Demak, faqat Qur'on o'qish va namoz o'qishdan tiyilib turadilar. Albatta. Rahmat. Yana bir muxlisamiz so'rayaptilar. Assalomu alaykum. Ayol kishi Ramazon ro'zasini bir hafta tutolmay qolsa, ayollarga xos sabab tufayli, ro'za oyidan keyin qazosini tutib bersa, ro'za oyidagi savoblardan mahrum bo'lib qolmaydimi? Shu ro'za oyidagi ajr savobni oladimi? Albatta, Alloh taolaning fazli keng. Bu atay bo'lmayapti undan. Shuning uchun qazosini ado qilib, Allohim qabul qilgin desa, inshaalloh ro'zadagidaqa qabul bo'ladi inshaalloh. Rahmat. Rahmatli otam hayotligi vaqtlarida namoz o'qimaganlar, ro'za tutmaganlar. Oxiratlari obod bo'lishi uchun
o'rinlariga qanday amallar qilsam bo'ladi? Xo'p. Endi bir narsa bor, fidya degan narsa bor. Imkoniyati o'ta oshib ketsa, roza namozini fidyasini ado qilib, shundan umid qilsa ham bo'ladi bitta yo'li. Buni endi batafsil tushuntirishga bir ahli ilmga uchrab bilvasalar bo'ladi. Endi o'rniga endi misol mana namoz o'qiydilar, savobini bag'ishlasa bo'ladi. Qur'on o'qib savobni bag'ishlasin. Eng savoblisi bir qo'liga bir narsa orttirganda bir yaxshilik qilib, ularning nomidan sadaqa-i joriya qilib, suv chiqarish bo'lgan oldinlari hozir ham yo'l qurib berib, ko'prik qurib berib, maktab, madrasa qurib berib, ota-onasini nomiga savobini bag'ishlab qo'yib qo'ysa ham, shu ham ajr borib turadi. Inshaalloh kamchiliklarini to'ldirishga bir sabab bo'lishi mumkin bu ham. Rahmat. Niyatlarimiz, ibodatlarimizni o'z ona arab tilida qilamiz. Namozlarni ham arab tilida o'qiymiz. Duolarni ham arab tilida aytamiz. Shunga qaramay namozlarimiz, duolarimiz qabul bo'ladimi? Albatta, albatta. Endi imkon qadar nima o'qiyotganini bilib olgan yaxshi aslida. Lekin bu namozni, duoni shart emas. Arabcha qilsalar o'zlari biladi, afzal ma'nosini bilib olib qilsa yaxshi. Bo'lmasa o'zbekcha qalbidan nima bo'lsa, shuni chiqarib aytgani yaxshi aslida. Arabchani yodlab olib tushunmasdan aytgandan o'ziga nima kerakligini qalbidan chiqargani yaxshi. Yo'q, endi arabchada o'qiyman desa, arabchani ma'nosini bilib olib aytsalar, duoni yana yaxshi. Bu bo'ladigan narsa. Lekin bu namozni shu arab tilida o'qishlikka buyurilgan, boshqa tilda emas. Bu ibodatlar belgilab qo'yiladi, unga o'zgartirish kiritib bo'lmaydi. Shuning uchun u o'qiladi, o'zi buyurilganidek o'qigani uchun u yog'ini Alloh taolo qabul qiladi. Biz arabcha buyurildimi, arabcha o'qiymiz. Tushunmayapmiz degan narsa bo'lmaydi, chunki tushunganimizda ham, tushunmaganimizda ham shunday o'qishga buyurilganmiz namozda. Bu namoz haqida. Duoni qaysi tilda qilsalar qilaversin. Arabcha yodlab olib, ma'nosini tushunib qilsa yana yaxshi. U majburiy emas arabcha duo qilish. Yana bir kishi so'rayaptilar. Fitr ro'zani kimga bergan ma'qul? Muhtoj qo'shnigami yoki opa-singilga? Xo'p. Qaysi bir muhtojroq bo'lsa, shunga bergan ma'qul bo'ladi. Ehtiyoji kuchliroq bo'lsa shu fitr sadaqasiga. Zakot hisoblash bo'yicha savolim bor edi. Oilada ikkita mashina bor, menda va ayolimda. Mashinalar qiymatidan zakot beramizmi? Xo'p, uyda minib yurgan mashinadan bermaydi. Ehtiyoji minib yurgan mashinasidan zakotga qo'shilmaydi uni miqdori. Masalan, yana boshqa savollar ham bor-da, xuddi shunga o'xshagan. Bir oilada masalan 5 ta a'zosi bor, lekin 4 ta mashinasi bor. Lekin har biri o'zi alohida minayapti. Minib yurgan bo'lsa bermaydi. Qachon zakot mashinalar qo'shiladi zakotga? Sotish uchun olgan bo'lsa, o'shalarni qo'shib, miqdorini, qiymatini qo'shib zakot chiqariladi. Assalomu alaykum. Tojikistondanman. Laylatul Qadr kechasi qancha namoz o'qisa savob yoki zikr qilish afzalmi? Hozir endi bu savolga batafsil javob berdik. Batafsil javob berdik. Menimcha o'sha o'zlariga tegishli xulosani chiqardilar. Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر